mo'l hosil, yuqori unumdorlik va mo'may daromad. Bular fermer va dehqonlardagi qator maqsadlarning eng asosiylari hisoblanadi. Bugungi texnologik imkoniyatlar shu darajaga yetdiki, siz istagan dalangizda xohlagan ekiningizni ekib, bir necha barobar ko'proq hosilga ega bo'lishingiz mumkin. Masalan, bug'doy. Uni yetishtirish, parvarishlash va daromadbop hosilga ega bo'lish ayni paytda yanada osonlashdi. Bu borada esa fermerlarga yaravizatsiya usuli yordam bermoqda. Ularning aytishicha, natijaga hammadan ko'ra tez va osonroq yetishning yagona muhim yo'li ham aynan shu, yaravizatsiya. Yaravizatsiya donni past haroratda muayyan muddat saqlash orqali uning biologik dam olish davrini qisqartirish, sifatini uzoq muddat saqlash, zararkunanda va kasalliklardan himoya qilish hamda kelgusida ekinlarning unib chiqish ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qiluvchi agrotexnik usuldir. Bunday yondashuv orqali bug'doy, arpa, sabzavot va boshqa don ekinlari tezroq unib chiqadi. Ulardagi vegetatsiya davri qisqaradi, bir vaqtda gullaydi, sovuqqa chidamliligi oshadi va eng muhimi, ko'proq hosil beradi. Bugungi kunda Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi Darxan Agro Elita xususiy urug'chilik xo'jaligiga qarashli 52 gektarlik dala maydonida bug'doyning serhosil navlari yaravizatsiya usuli yordamida parvarish qilinmoqda. 2006-yildan beri fermer xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanamiz. Davlatimiz rahbari aytgandek, ilm bilan qilingan ish o'z natijasini beradi. Masalan, dalamizda yaravizatsiya qilingan, ya'ni o'sha tindirilgan urug'ni ekishdan maqsad bir tekis unuvchanlik, ya'ni bir tekis ko'chat olish bo'lgan, har bitta ekinda bo'lgan singari. Yana bitta yutug'i o'sha dalani boshidan oxirigacha bir tekis hosil olish, urug' sarfidan tejash, iqtisodiy samaradorligini oshirish va ko'chatlar oralig'i bir tekis bo'lib, unuvchanligini ta'minlash bo'lgan maqsadimiz. Ma'lumki, tez ungan, tekis ungan dalada keyingi agrotexnik tadbirlar ham tizimli va tartibli bo'ladi. Mana bugun xudo xolasa ko'rib turibsizlar, shu natijaga erishdik hozir. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi Baxtiyor Ne'matjon Shavkatjon fermer xo'jaligiga qarashli dala yerlarining belgilangan kontur qismida ham yaravizatsiya usulining samaradorligi allaqachon sezila boshlagan. Bugungi kunda biz fermer xo'jaligimiz 101 gektar bug'doy ekdik, shu jumladan 70 gektar asr super elitasidan ekdik. Hammasi venalizatsiyadan o'tgan urug' bo'ldi. Hozir mana natijasini ko'rib turibmiz. Mana shu hozir eng birinchi ekilgan po'lam shu konturimizda hozir mana salkam 30 ta 40 tagacha tuplagan. Mana fevral oyida ham yaxshi ketyapti. Mana hozir kunda ham holati juda yaxshi. Yog'ingarchilik, namgarchilik beryapti. Biz mana shu po'ladan xudo xolasa juda katta hosil kutyapmiz inshaalloh. Namangan viloyatida 2026-yil g'alla hosili uchun o'tgan yilda 13.358 tonna urug'lik g'alla jamg'arilib, shundan 11.500 tonnasini yaravizatsiya qilish uchun sovutgichli omborxonalarga qo'yib, fermer xo'jaliklarimiz dala maydonlariga belgilangan muddatlarda yetkazib berildi. Mana hozir ko'rib turgan maydonimiz urug'chilikka ixtisoslashgan Baxtiyor Ne'mat Shavkat fermer xo'jaligini 25 gektarli asr super elit ekilgan maydoni hamda bu maydon shu venalizatsiya qilib ekilgan maydon. Hozirda bizning viloyat urug'chilik boshqarmasi soha mutaxassislari tomonidan hozirgi kunda mana shu g'allani rivojlanish fazalari bo'yicha monitoring olib borilyapti. Bu yildan boshlab mana shu viloyatimizda 90% g'alla maydonlariga mana shu urug'likni xolodilniklarga qo'yib venalizatsiya qilib tarqatilish natijasida bugungi kunda 64.410 gektar viloyat bo'yicha g'alla ekkan bo'lsak, shuni 46.000 gektari hozirgi kunda tuplash fazasida rivojlanyapti. Bu albatta mana shu yangi metodga, ya'ni mana shu venalizatsiya, yaravizatsiya qilingan urug'liklarni ekishimiz natijasida hozirgi kunda g'alla maydonlarimizda rivojlanish fazalari o'tgan yilga nisbatan bir hafta 8 kunga mutaxassislarimiz tomonidan ertaligi aniqlanyapti. Xo'sh, yaravizatsiya usuli o'zi qanday agrotexnik yondashuvlarni talab etadi? Dastlab tanlab olingan urug'lar maxsus sovutgichli omborxonalarga joylashtiriladi. Bu vaziyatda harorat +1 darajadan +5 darajagacha bo'lishi talab etiladi. Urug'lik namligi 10-12% darajada saqlanishi lozim. Xonaning umumiy namligi esa 30% dan oshmasligi shart. Urug'lar umumiy hisobda 60 kungacha omborxonada saqlanadi. Bu muddat ekin turiga qarab qisqarishi ham mumkin. Shu vaqt mobaynida urug'lar fiziologik jihatdan tinim davrini o'tab, ichki biokimyoviy jarayonlar
faollashadi. Bu esa ularning o'sish energiyasini kuchaytiradi. Keyinchalik yerga ekish jarayonida tezroq va bir xil o'sib chiqishini ta'minlaydi. Masalan, oddiy usulda ekilgan bug'doy bilan solishtirganda yarvizatsiya qilingan urug' ertaroq unib chiqadi. Unuvchanligi esa 90-95% ga yetadi. Tuproqdan ko'proq nihol ko'tariladi va don soni ham ortadi. Natijada har gektardan o'rtacha 1,5 million donagacha ko'proq ko'chat olish imkoniyati yuzaga keladi. Fermer xo'jaligi rahbarining ta'kidlashicha, hozirgi kunda ushbu dalada ekish va parvarishlash amaliyotlari bilan uyg'un ravishda 200 kg ammofoz, 50 kg kaliy va 200 kg sulfat amoniy mineral o'g'itlardan belgilangan ko'rsatkichlar asosida foydalanilmoqda. Ayni vaziyatda o'sha aytganimizdek fosforli va azotli o'g'itlarimiz berilgan. Harorat kelishi bilan yana o'sha oziqaviy mineral o'g'itlar bilan bargdan oziqlantirish. Fevral oyida dehqonlarimizda bor, g'alla uyg'onishiga yana 200 kilodan karbamid bilan oziqlantirish rejalashtiryapmiz. G'alla boshoq chiqargandan keyin o'sha guldan o'tgandan keyin 150 kilodan kaliy beramiz. Bu oraliqda asosiy tadbirlar bargdan oziqlantirish orqali bo'ladi. Ya'ni 2 marta begona o'tlarga qarshi kurashish, zang kasalligiga qarshi 2 marta kurashish. Birinchisi profilaktika albatta zangniki, ikkinchisi o'sha zarurat naychalash davrida. Undan keyin o'sha oziqlantirish biostimulyator bilan g'allani rivojiga qarab. Sug'orish tartibi bahordagi yog'ingarchilikka, yerni o'sha yorilmasligiga, g'allani rivojiga qarab sug'orish tadbirlari amalga oshiriladi. Fermer xo'jaligimiz 2-yil mana tomchilab sug'orishga hozir 100% o'tdik bug'doyi ham juda katta foyda samarasi bor ekan. Ya'niki biz kuzda 3 marta sug'ardik bug'doyimizni. 3 marta sug'arganimiz hisobiga bug'doy juda rivoji zo'r bo'ldi. Tanasi baquvvat bo'ldi. Dorini ham ko'p dori berganimiz yo'q. 200 kg ammofoz berdik. 70 kg karbamid berdik. Endi mana kaliylar endi beramiz xudo xolasa. Lekin hozir mana hamma o'g'itlarni g'amlab qo'ydik. Yana 50-100 kg atrofida ammofoz, umr davomida 5-600 kg karbamid, 200-250 kg atrofida kaliy berish niyatimiz bor. Shu narsalarni g'amlab qo'ydik. Ayni shu yondashuvlarning tizimli joriy etib borilishi natijasida ekinlar sog'lom va sifatli rivojlanmoqda. Hosildorlik esa avvalgi mavsum ko'rsatkichlaridan yuqori bo'lishi taxmin qilinmoqda. Xudo xolasa o'tgan yili 75-80 sentner hosildorlik dalasiga qarab oluvdik. Xudo xolasa bu yil ko'chatimizni to'liqligi, dalani boshdan oxirigacha tekisligi, agrotexnik tadbirlarimiz natijasida 100-110 sentner nasib bo'lsa hosildorlik kutyapmiz. Nasib qilsa mana shu yerimizdan 100 sentner oshib olish niyatimiz bor, xudo xolasa. Bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Mana shu biz har xil urug' ekandik. Bu yilga mana bultur asr urug'ini noyabr oxirida ekan asr urug'im ham 80-85 sentner berganiga bu yil hamma urug'i asr ekdik, venalizatsiya bo'lgan. Yana bir eksperiment tariqasida 9 gektar maydonga Rossiyani Tanya degan navini ekdik. Ularni venalizatsiyadan o'tmagan. Endi mana taqqoslab ko'ramiz. Yarvizatsiya usulining samaradorligi respublikamizning boshqa hududlarida ham o'zini namoyon etmoqda. Fermerlarning ta'kidlashicha, bu yilgi hosildorlik ancha yuqori va sifatli bo'ladi. Xudoga shukr, bug'doylar zo'r. Dehqonchilik aytib yurgandan beri bunday bug'doy bo'lmagan. Yaramasında 5-6 bechki bor. Paxtaning ichi ochiq joyini o'zi yo'q. Hem yeri zo'r. Hem bechkilar ham iri bo'lib bechkilaganlar. 250 kg ammofoz, 200 kg karbamid yeb turibdi shotizlar. Xudoyim bir bahorni bersa 100 sentrdan kam bug'doy bo'lmaydi, xudo xolasa shular. Az birisini ko'parib ko'raman. Bechkiga qarang. Keminde bir 10'dan o'tib ketgan uning bechkisi ush. Yana shuda 25 gektar bug'doy bor, 25 gektar ham shunday. Hammeri. Hozirda Vobkent elita urug'chilik xo'jaligi g'alla dala maydonlarida turibmiz. MCJ'mizda jami 80 gektar g'alla maydoni mavjud bo'lib, g'alla maydonlar to'liq venalizatsiya qilingan bug'doy bilan
ekilgan. Ekish bilan birgalikda 300 kilo amafos, 100 kilo kaliy, 100 kilo siltiroq qo'shib ekilgan. Hozirda bug'doyimizning rivojini ko'rib turibsizlar. Yaxshi. O'tgan yili umumiy maydondan 82 sentner bilan g'allani bajargandik. Bu yilga 100 sentner ko'zlayapmiz. Ikkinchi suvni ichib bo'ldi, endi uchinchi suvga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Ikkinchi oziqlantirish yana 200 kilodan azot sepishga taratib ko'ramiz. O'g'it omborimiz tayyor, hammasi bor. Kelgusi yildan 100% fermerlarimizga shu venalizatsiya qilingan urug'larni yetkazib berish talabi qo'yildi va bu ishlarni kengaytirish maqsadida 2026-yilda Respublika urug'ni rivojlantirish markazi qoshidagi Uchqo'rg'on Besides korxonamizda ikkita urug'lik sexida sig'imi 6000 tonnalik ikkita Jahon banki mablag'lari hisobidan xolodilnik qurish ishlari amalga oshirilyapti. Bu degani mana shu fermerlarimizga arzon, sifatli, o'z vaqtida shu venalizatsiya qilingan urug'larni yetkazib berish bo'yicha qilinayotgan ishlarimizni natijasi bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan maydonimiz o'rtacha 8 ta, 10 ta, 15 tagacha tuplagan ko'chat sonlarini ko'rib turibmiz va bu 2026-yil hosil uchun kafolatli 100-120 sentner hosil olish imkonini beradi. Qayd etish o'rinli, bunday yondashuvning iqtisodiy jihatdan ham samaradorligi yuqori. Siz yaravizatsiya usulini qo'llash orqali xarajatlaringizni sezilarli darajada qisqartirishingiz mumkin. Masalan, 1 tonna urug'likni 40-45 kun davomida sovutgichli omborda saqlash xarajatlari o'rtacha 350-360 ming so'mni tashkil etadi. Ayni shu miqdordagi urug' 4 gektar maydonga yetarli bo'lib, yaravizatsiya qilingan holda ekilishi natijasida har gektardan o'rtacha 8-10 yoki undan ko'proq sentner hosil olinadi. Natijada 4 gektar yerdan qo'shimcha 3,5 tonna g'alla yetishtirish imkoni paydo bo'ladi. Bu esa fermerga taxminan 8-10 million so'm, ya'ni har gektardan 2-2,5 million so'm qo'shimcha daromad keltiradi. Ana masalan 1 gektarga hozirgi kunda hisob-kitob 250 kilodan olinadi o'zi. Lekin biz 150 kilodan o'sha yaralizatsiya qilingan urug' ekkanimiz hisobiga 100 kilodan ekan iqtisod qildik. Ya'ni 1 kilo urug' super elita navi 10 ming 15 minggacha. Shu nuqtai nazardan iqtisod bo'ladi. Xudo xolasa agar bu yili ko'chatimizni qalin agar bo'lib ketsa, keyingi yil yaralizatsiya qilingan urug'ni bundan ham kam ekishni rejalashtiryapmiz. Qaysiki urug'li g'alla maydonlarida ko'chat qalinligi, siyrakligi ham katta ahamiyatga ega. Keyingi yil fermerlar ekadigan urug'lik hosildorligi uchun. O'tgan yili 1 gektar maydonga 300 kilogramm urug'li g'alla ishlatgan bo'lsak, bu yilda 220-250 kilogacha ekdik. 30 kilo, 35 kilogacha bug'doydan ekanom. Urug'lik bug'doylarimizni unuvchanligi 99%, 100% desa ham bo'ladi. Endi anaviy ekish usulidan hozir bizga o'rta hisobga 150-200 kilo mineral o'g'itdan yutyapmiz, 50-60 kilo urug'lik bug'doydan. 1 kilo bug'doy o'rtacha 7,5 ming bo'lgan vaqtga 1 gektardan 450 ming, 500 ming ekanom bo'lyapti. Yaravizatsiya hosildorlikni oshirish va daromadni ko'paytirishning eng oddiy va eng samarali yo'li. Ushbu usulni muntazam va belgilangan me'yor ko'rsatkichlar asosida joriy etish siz istagan natijadan da ko'proq samara keltiradi.